imorat ko'ryapsizlarmi? Полностью 6 xona 3,5 sotix yer maydoniga joylashgan. Вообще gap bo'lishi mumkin emas bo'lgan narxda berib yuboryapti. Yakkasaroyda, Rakat mahallada ko'ringlar videoni oxirigacha. Narxi bilan aytib o'taman. Katta yo'ldan 100 metrgina tushib kelamiz mahallaga. Bitta e'tibor berib qo'yinglar. Keng, fayzli, tinch mahalla, bir xilda baland uchastkalar tushib kelgan. Umumiy 3,5 sotix yer maydoniga joylashgan oltiarlim fasad taxminan 13 plyus chiqyapti. Hozirda o'zini zaxfa joylarini ko'ryapsizlarmi? Chiroyli zелёный zona. Endi ichkaridan ham ko'rib chiqamiz. Kirish darvozaxonani ko'ryapsizlarmi? Ikkita uchta mashina bemalol sig'adi. Alohida bitta umumiy sanuzor joylashgan bo'lsa, chap qo'ldagi binomiz alohida ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Полностью komplekt holatda mebel, texnika jihozlar bilan o'zini ovqatlanish joylariga ega. Bu yerdagi bino ko'radigan bo'lsak, bu yerda ikkita katta yotoqxonalar joylashgan bo'ladi. O'zini sanuzori bilan birga. Binoyimizni tagi полностью podvallarni ham xonalarga bo'lib qo'yishgan. Bu yerdagi bino ko'radigan bo'lsak, bu yerda alohida bitta katta zal, mehmonxona va bitta katta yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Bu yo'ni o'zida kirish hol va katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Alohida bu xonamizda tegi podval bo'ladi. Kelib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Remontlarni ko'ryapsizlarmiz. Yakkasaroy tumanida Rakat mahalla Toshbuloq botda, akalar. 3,5 sotix yer maydoniga joylashgan 6 xona plyus kuxnya alohida podvallarni ko'rishimiz mumkin. Sanuzorlar joylashgan bo'ladi. Remontlari svejiy holatda tayyor kelib yashaydigan. Narxini $360 ming ga qo'yamiz. Albatta kelishiladigan joylari bor. Pastda egalar